Nima chaqirding? Mana buni oling. iPhone 16 bir rahmat kattakon. Sizga emas, o'zimga. 8-martga o'zingga sovg'a qilyapsanmi? Endi siz sovg'a qilmaganingizdan keyin o'zim sovg'a qilaman-da. Yuzimga solishing shart emas shuni. Kreditlarim bo'lmaganda qilardim men ham. Xullas, hozir mana buni olasiz-da, dugonalarim oldida menga sovg'a qilasiz. Alamidan bir kuyi bo'lsin. Buncha maqtanasizlar, o'zi bitta iPhone'inglar bor ekan. Sizda-chi? Ikkitami sizda? Sizda nechta? Menda 3 ta. Nima edi? Boring yo'lingizdan qolmang. Bo'ldi, seni tushundim. Berishni qoyilataman bilasan-ku. Ha, mana buni oling, sizga normal kiyim qiling. Endi oshirib yubording, Zari. Qizini pulga kiyinib yuradigan bolalarga o'xshaymanmi? Bo'pti. Mana, afarizingizni yig'ishtiring. Endi bu pulga kiysa bo'ladi. Voy yo'g'e, men yigitim italyanskiy tilla sovg'a qildi. Sanikichi? Aman yigitim iPhone olaman desam to'xtab turdilar. Shu menimcha iPhone 6 Pro Max sovg'a qilsalar kerak. Oo, o'zlari kelyapti. Qani, stilli yorimmanmi? Mediumdan keyin qilib oldim. Oyoq kiyimim ham, bu duvokalar ham yangi kelgan ekan. O'zingizni ko'p reklama qilmasdan sovg'ani yaxshiroq bering. Zari, 8-mart bilan tabriklayman. Arzimasa ham mana shu sovg'a senga. Voy rahmat, kutmagandim. iPhone qani? Qanaqa iPhone? Menga berasizda bergan iPhone'im qani? Kreditimga to'lavordim. O'rta, bu yigiting g'irt iPhone ekanu. iPhone emas. iPhone Pro Max.